kesalman demang, bolam kesalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kesalman demang, bolam kesalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Kesalman demang, bolam kesalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar, hurmatli janoblar, hurmatli mehmonlar. Bugun shundoq hashamatli Koshonada sizlar bilan ko'rishib turganimizdan biz bag'oyatda xursand va baxtiyormiz va bugungi sizlar bilan ko'rishib turishimizning asl sababchisi onajonimizning muborak kunlari, ya'ni tug'ilgan kunlari bilan qutlab, farzandlari nomidan tashrif buyurganmiz va hozir asosiy tabrik xizmatimizni boshlashdan iltimos qilardik. Qo'linglar telefonlardan va boshqa buyumlardan bo'sh bo'lsa albatta onajonimizga uzoq umr tilab, shovqin suronli guldiroz qarsagiylari chalib qo'ysanglar. Salomat bo'linglar, qarsak chalgan qo'linglar dard ko'rmasin deymiz. Yana bir bor assalomu alaykum deymiz onajon. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Bugun farzandlaringiz, umr yo'ldoshingiz nomidan qutlab kelganmiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu farzandlaringizni baxt va saodatini, rohatini ko'ring. Ilohim mana shu sovg'a qilingan sovg'alardek qadrli, qimmatli, qiymatli bo'lingan sovg'a qilingan gullardek go'zallik, nafislik sizni hech qachon tark etmasligini
va mana shu sovg'a qilingan, taqdim etilgan shirinliklardek shirin hayot sizni doimo hamrohingiz bo'lishiga tilaymiz. Alloh umringiz uzoq bo'lsin. Albatta umr yo'ldoshingiz bilan mana shu farzandlaringiz, nabiralaringiz baxtu saodatini, rohatini ko'rishni sizga doimo nasib etsin deymiz va hurmatli mehmonlar, oranglarda mana shu chiroyli tilaklarga qo'shiladiganlar bo'lsa, albatta chiroyli qarsaklar bilan qo'shilib qo'ysanglar. Hammada kayfiyat tushkunroq. Ovqatdan oldin keldingmi? To'g'ri topdingiz. Ovqat yemagansiz-da, juda kayfiyat yo'q, ha? Sal kayfiyat ko'tara olaylik, hozir ovqat ham taqdim etiladi. Nasib qilsa. Yana bir bora tabriklaymiz va bugun albatta sizni shundoq muborak kun bilan qutlab, albatta barcha yaqinlaringiz chiroyli sovg'alar, chiroyli tabriklar, chiroyli tilaklar bilan tashrif buyurgan va albatta biz kelgunimizcha va biz kelganimizdan keyin sovg'alar aniq topshirilib bo'ldi. Yoki kimdir qoldimi? Hamma sovg'ani berdimi? Qarang, agar kimdir bermagan bo'lsa ham so'rab beramiz, bemalol. Unda yana bir bora tabriklaymiz va hurmatli mehmonlar, agar hamma chiroyli sovg'alar topshirib bo'lgan bo'lsa, endi navbat chiroyli tilaklarga. Hozir mikrofon taqdim etiladi va galma-galdan chiroyli tilaklar bildirishni boshlaymiz. Azizlar, kimdan boshlaymiz? Mikrofonni kimga uzating? Kattalargami? Marhamat. Va qolgan mehmonlarimizdan iltimos qilardik, tilaklar qanchalik chiroyli bo'lsa, shunga yarasha qarsaklar ham bo'lib tursin, ha? Geldiğimi tebrikliyorum. Yüzüne gülsün. Emrah'la ikisi uzatma bilmiyorsun. Elbette günde yaşıyorlar diye yaşıyor. Direkt yaşıyor. Uzak yaşam. Gelebilen Emrah'a tebriklemek istedim. Uzak yaş vergi, yeni devlet vergi. Vakıflarını elden de yeri güzel Kudayım. Baş olup. Hem meçki. Geliyor vakıflarım hem meçki yeri güzel. Kanal bakın. Geldiğim Emrah'ı tebriklemek istedim. Yaşar ne niyeti o niyetine gitsin. Tebriklemek var doğan yerimde. Ben sana yedim. Mirabime, bugün yıldan tabrikime. Ben sağlamatlık, çocuk hayatında pek tamam paketler dilemem. Kudayım şu gayelerini, aktıklarını, babalara katını görsün. Emrah'ımdan ben yaşatlayan karardım. Meydandaki balasam aman sağı gelip, gülün boyunap, günlerinde ne maksat murat olsa muratlarına yettiler. Hem işte şu utuşmamızı kutlatamızı, hemimize sağlık, salametlik, baktığımızda atam benim sağlık koyup, kardeş dualarımız hemen sağ salamet bilgiler. Hey salomat, buning juda ham chiroyli tilaklar bo'ldi. Geldiğim Emrah'ı tebriklemek. Daim günümüz olunca yaş gösterler. Şu bağlarına rohatini berib o'tirishni ilayman. Avamın tabiinin güzelliğe sahibi geliyor. Siz doğan gününüz bilen tebrikleyme, ilayim hoşa karınlayken bile ömürleyiz uzak boğayım Kudayım. Başımdağı taclarımız bol bilgisler Kudayım. Rusya'daki ülkem namından hem tebrikleyme, Taşkent'teki ülkem namından hem tebrikleyme. Hemişe uzak ömür görüp baktığımda sağ salamet gene oyna göreyim. Giyiniz namından hem tebrikleyme. Tebrikime uzak yaşam 100 yaşlara gelince baktığınızda sağ olun. Tebrikime ömründen yaşattan karın, sen baktığınızda hemşe sağlayın, yaşamına onların tebrikime. Hey salomat bo'ling. Gelinim tebrikleme, şu doğanım bilen. Ben yaşap, aftık, çoluklarını, toyunu görüp oturuş nasip etsin. Tebrikleme, uzak yaş kimdöletlime, hem muaxşı, dünyacıla birim, ebestim hem muaxşı değerine. Şu şahırızın namından tebrikleme. Meydanda yürüyen için, sürgülfet, durğan için namından tebrikleme. Hey salomat bo'ling. Tebrikime. Ana tebrikime.
Şurada ben Zafer'in yüklen başı gelse yaxşı bo'lar edi bir Zafer Bey. Zafar Bey aka keling. Keling marhamat. Gel. Bunda hech kim qolib ketmadimi? Agar kimdir chiroyli tilak bildirish istagida bo'ladigan bo'lsa, hozir chiroyliroq qissadan keyin davom ettirsa bo'ladi. Xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, nima qilamiz? Och qoringa ham raqsga tushiramizmi? Farqi yo'qmi? Unda tayyor bo'lsanglar, sizlarni yana bir bora tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. 107larga kirgandan ham mana shundoq yaqinlaringiz davrasida safiylardan ko'paysanglar, ko'payib kamaymasdan chiroyli davralarda, fayzli davralarda nishonlashlik sizlarga nasib etsin deymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Baxtinglarga ko'z tegmasin asosiysi. Endi siz yana bir bora tug'ilgan kuningiz bilan muborakbod etgan holatda shundoq chiroyli, ko'taring kayfiyatda hozir Kamila tomonidan ajoyib musiqalar yangraydi va barchani davramizga raqsga taklif etamiz. Marhamat Kamila. Assalomu alaykum. Onajon tabriklayman. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Yaqinlaringizda baxtini hamisha sog'inmay yuring. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun.
Xudodan diledim düşdün koluma, Xudodan diledim düşdün elimə. Yazdır ata hanım düymələrini, erkəlib üçün çişsə dövürlərini. Apalı gəlməyə sıra köynəyə, apalı gəlməyə sıra köynəyə. Yazdır ağa canım düymələrini, erkəlib üçün çişsə dövürlərini. Yazdır ağa canım düymələrini, erkəlib özün çişsə dövlərini. Ay əgən şakuş aylantın evində günəkin düyməsi qatar, kucaklasam sineme batar. Evinde günekiye düğmesi katar, kucaklasam sineme batar. Birini için şedanlara batar, birini giyince güllere bakar. Yazdır ağa canım düğmelerini, erkeler düzün çizse döplerini. Canım düymələrini, erkəlib özün çizsə dövlərini. Ay nani azam bilən çıxdım ayını görməyə. Ay baxana kara balanı sövməkə, azam bilən çıxdım ayını görməkə. Ay baxana putlu balanı görməkə, mən hep bərgən appak güynək iynində, özüm hep bərgən appak güynək iynində. Yazdır ağa canım düymələrini, erkəlib özün çizsə dövlərini. Yazdır ağa canım düymələrini, erkəlib özün çizsə dövlərini. Gel, gel ey aynanin, ah, ah ey ah, özüm aynanin.
Milli Xorazmda eski milliy davolar. Qalpa yo'nalishida, qalpa. Allah buyur aşeken ah ah hey ah yarım kalan kaşeken ah ah hey ah Allah buyur aşeken ah hey ah hey ah yarım kalan kaşeken ah ah hey ah beni sevgen yarım ah hey ah yüreği bağrı taşeken ah hey ah beni sevgen yarım ah hey yürek bağrı taşeken ah hey ah hey akala çiçek ya akala çiçek ah hey
xizmatimiz yakunida onajon siz yana bir bora tug'ilgan kuningiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Har doim shundoq yaqinlaringiz davrasida, fayzli, chiroyli davrlarda har biringiz bilan ko'rishishni nasib etsin deymiz va yana bir bora farzandlaringiz, umr yo'ldoshingiz, musofirlikdagi farzandlaringiz nomidan ham alohida tabriklaymiz. Undan tashqari o'zimizni jamoamiz Kaktus Production nomidan ham chin yurakdan muborakbod etamiz. Kamila esdan chiqibdi. Kamila nomidan ham alohida tug'ilganingiz bilan tabriklaymiz. Qolgan mehmonlarimizga ham chiroyli tilaklarimiz. Sizlar bilan ham har safar har gal ko'rishganimizda shundoq ko'tarinki kayfiyatda, yuzingizda tabassum, ko'zingizda nur, qalbingizda mehr, xonadoningizda esa baxt, omad, tinchlik, xotirjamlik, totuvlik, iqomat, sog'lik, mehr oqibat tark etmay holatda har safar har gal ko'rishganimizda shundoq ko'tarinki kayfiyatda, yuzingizda nur tabassumi, oldi chizi to'rtta oqini ko'rsatib jilmayib turgan holatda ko'rishlik nasib etsin deymiz va hozir qarsak chaladigan qo'linglar faqatgina pul sanab charchasin deymiz. Ey salomat bo'linglar. Yana bir bor eslatib o'tamiz, shundoq quvonchli kunlarga quvonch, qalbingizga zarracha bo'lsa ham mehr, muhabbat ulash olgan jamoa bu Kaktus Production jamoasi deymiz va e'tiboringlar uchun rahmat deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.